O'rtog'im olib, chiroyli video va chiroyli obzorlarni olishga chiqdik va eng qizig'i shu mashina, yurayotgan mashina prezentatsiyasi hali bo'lmagan O'zbekistonda. Hozir obzor boshlanadi. Shu mashina tez orada trendga chiqib ketadi. Bugungi obzorimizda yangi Chang'an Yuni E modeli. Meni fikrim bo'yicha shu mashina ko'pincha mashinalarga juda ham kuchli konkurensiya qiladi. Sababi to'liq zaryadkasida 507 km yurib beradi va menga juda ham yoqgan tarafi salonichi. Saloni yuqori sifatda ishlab chiqarilgan va ilg'or texnologiyalar bilan jihozlangan. Narxi esa narxiga dostupniy narxida shunaqa chiroyli saloni mening fikrim bo'yicha bu eng zo'r tarafi shu mashinani. Panoramasiga alohida baho beringlar. Ekrandan yopiladi, ochiladi, juda ham chiroyli. Bir kun shu mashinani test drive qilib, nimalarni tushundim. Gabariti katta emas, kichkina emas, juda ham qulay. Bizani probkalar bilan, parkovkalar bilan juda ham qulay bo'lyapti. Menga orqa qismi, orqa dizayni juda ham yoqdi. O'zi butun mashina futuristik dizaynda ishlab chiqarilgan, no orqasi menga juda ham yoqdi. Baribir mashinalar ketayotganda ko'pincha orqa qismiga ahamiyat beradi. Menga juda ham yoqyapti shu dizayn. Sevib qoldim shu mashinani, to'g'risi. Obuna bo'lishni unutmanglar. Obzorimiz tugayapti. Shu mashinaga alohida baho beringlar, o'zingizlarning fikringizni qoldiringlar. Hammanglarga rahmat, sog' bo'linglar, charchamanglar.